Jo'ziba. Xullas, dadamni uylantirmoqchiman. Uylantirib uylantirib jo'rdamsizmi? Abrayoqlarga o'rta, abrayoqlar shirqsa balobog' uylantirib. Stop! Aralashmalaring. O'g'limni o'zi biladi nima qilishni. Davom et o'g'lim, menga yoqyapti. Mana ikkita nomzod. Bittasini tanlang, dada. Mana uning laqatro masmish qilib. Oho, odamni oshqozoni ishlamasam ovqat yegiz kelaverar ekanda, dada. Mana bu jo'sta. Ko'p yashang xolajon, baxtli bo'linglar. Yer zipirib. Qanaqa xola? Bibi bo'ladi. Yangi bibi olib keldim sallaga. Qiynalmadim. Ye. Hoy, kelinjon, kechga nima ovqat qilib beray? Tavba qildim, g'alati bo'lar ekan. Kechga go'shtnikkina qilib mant qilib qo'ying, oyijon. Xo'p, bo'ladi. Qarganimda endi mantiq qilamanmi? Mazga. Gulim to'xta. Mantiq qilma. Qazi olib kelganman, bir qazilik oshiylik. Dada, sizga qazi mumkin emas-ku, doktor aka, davleniyingiz bor. Bir nimani boshlab o'tirmang yana men qoshimga. Uylangandan keyin davlena normalni bo'ldi. Hozir immunitet tushgan o'shani ko'tarishim kerak. Bir yaxshi oshga qazilik qilib, dumbachalarni kesib, ay gulim mana. Hop, uylanib qulog'ingizdan quyosh ko'rinib qopti-ku. O'tangni hazillashasan. Tepmang, dada. Hazillashayotgan bo'lding. Siz uylanib hazillam ko'tarolmayotgan bo'ldingiz. Onash tinchlikmi? Rahmat dadish, men sizdan bunaqa podxodni kutmagandim. Nimaga rahmat aytasan? Buni men qilganim yo'q. Ha, kim qildi unda? Qani jonim, ehtiyot bo'l, ko'zlaringni yum. Voy, qarinligim yuzimga solma. Asal chamil o'zimni. Hoy, quyosh-chi. O'xshamli. Yuring, romantika. Romantika jonim. Kiring. Hali ko'zingizni ochma. Ko'rdingizmi? Dadangiz qarigan chog'larda romantika qilyaptilar. Siz esa menga bir marta ham romantika qilmagansiz. O'rganing, dadangizdan o'rganing. Shu dadam bekor uylantirdimmi deyman-da, romantik bo'lib ketyapti qarigan chog'ida. Dadish, dadajonni qilib yurgan ishlarni qarang. Yurakchaga balog'imni qarib quymagan chog'. Ava suvlarni ichayaptilar-ku bular. O, romantiklar. Unisiku mayli, bu storiesni qarang. Gulchaga balog'im ekanmi? O'rganing siz ham mana shunday romantik bo'lishda. Bu aql o'rgatma menga. Boring. Sevgi fazla senda uchganlar ko'pdir. Dada, kechqurun nima qilibsiz? Toza havoga chiqdim, bacham. Tinchlikmi? Ha, tinchlik deb o'tdi o'g'lim. Yashdami o'g'lim? Sevgi fazla senda uchganlar ko'pdir. Kechalar yo'q. O'g'lim? Dada? O'g'lim. Mayli, siz bir chiqib chiqing. Mayli. Chatoq chiqdi. Qochgan shamollatimizda. Ana, qazini kuchida, qazini kuchi. Dada, uylangandan keyin yomon ham o'zgardi. Sezyapsizmi o'zingiz ham? O'zgaraman-da. Onang o'tgandan keyin yolg'iz qolib ketdim. Yolg'izlik qiyin ekan. Erta yotoqli bo'lib qolsam, xotining qaraydimi? Hayotda qaramaydi. Issiq sovuqimda ana shu ayol xabardor bo'ladi. Erkak kishi yolg'iz qolmasin ekanda. Dadajon, men sizni endi to'g'ri tushundim. Tushungan bo'lsang, endi yangi onangni oldiga boray. Romantikada bacham, romantika. Kelinjon, choy iching. Ya qudratingdan 80 voymi deyman. Xotin, nima yegin kelyapti? Sho'rib o'tiringmi? Quluplaymi? Nima yegin kelyapti? Asalcham, chiq. Ana, o'rganing, dadangizdan o'rganing. Nimani o'rganay? Xotinga bo'lgan mehribonchilikni o'rganing. Qancha ovozingni? Dada, hozir tug'ilgan bola meni jiyanimmi? Yo'q, qanaqasiga jiyaning bo'ladi? Amaking bo'ladi, amaki. Bosib qotirmay turlaring. Hozir o'g'limdan kichkina ukam paydo bo'lyaptimi? Dada! Bu chol